Arzon uchastka qidirib o'tganlarga zo'r variantlar chiqyapti-da, okalar. Sergelini yangi betonkasidan kelganimizda Qirg'ariq mahallasining boshiga kelganimizda to'rtuli mash uchastka $69,000 sotib qo'ygan. Ko'chalar asfalt ko'rg'osida, yangi uchastkalar atrofida hammasi chiroyli uchastkalar. Sergelik 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan xonadon. Indeks bozoridan keladigan bo'lsanglar, taxminan shu bitta katta yo'l yuz ajratib turadigan xonadon. Darvozaxonaga bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimizga asosiy kirish eshigi bu yoqdan bo'ladi, kirib ko'ramiz. Qurilganiga o'zi ko'p bo'lmagan, uy egalari yangi remontdan chiqarishgan pul zararligidan sotib qo'yishyapti. Mana shu katta koridordan kirib boramizda, bir chekkadan boshlaymiz. Bismillah. Birinchi xonamizda detskiy xona bo'ladi. Qarang, foydalanishga ulgurishmagan hali. Bu tarafda kattalar yotoqxonasi. Yotoqxonamiz yonida mehmonxonani qaranglar. 25 ta mehmon kutib o'rasizlar, qiynalmasdan. Bu tarafda sanuzel xona joylashgan, kotyorxonalar. Chiqib hovlini ham ko'ramiz. Agorodini qaranglar, kattaligini. $69,000 start narxi. Asosan mana oshxona, sanuzel xonalar pastga qilishgan, lekin bu yoq bitmagan holatda o'zingizlar xudo xolasa olsanglar, bitta qilib olsanglar bo'ladi. Katta agorod, asosiy uyimiz mana bu tarafda, bu tarafda bitta eshik ham ochib olsanglar bo'ladi. Zinalarni ham bu yon tarafda joylashgan, old tarafga ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. 69,000 so'rashyapti. Sergeliga 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan Jdanov. Layli mahallaga yetmasimizdan boshida joylashgan xonadon. Kelishadigan joy